Men bugun shilem kiyib olganman, chunki bugungi obzor qiladigan samokatlarimizni shilemsiz haydash imkoniyati yo'q. Bugungi obzorlarimizda bir emas, ikkita Sistibadan Pantera samokatlarimiz bo'ladi. Bu ikkala Panteramizni obzor qilishimdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang, chunki bunaqa apparatlarni faqatgina bizning kanaldan topasiz. Bu samokatlarimiz dual prividda bo'ladi. Har bir prividda 3,5 kilovatdan quvvat yotibdi. Bu nominal holatda albatta. Pikovi esa 12 kilovatgacha kuchlana oladi. Akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, 72 voltga 50 ming amper prizmatik batareyada bo'ladi. Samokatimiz full gidroliska tormozlar bilan jihozlangan va old amortizatorlari vilkali gidroliska amortizatorlar bo'ladi. Orqada воздушный ligirovka qilinadigan amortizatorlar bilan jihozlangan va 150 kilogacha bo'lgan vesni muammosiz ko'tara oladi. Bu samokatlarimizda maksimal tezligiga keladigan bo'lsak, stokoviy holatdagi 90 km/soat tezlikdan osha oladi va bunisi stage 1 qilingan. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki bunga far driver kontrollerlari qo'yilgan. Buni maksimal tezligi 110 km/soatdan ham tezlana oladi. Xo'p, bu samokatlarimiz biri 13 dyumli pokrishkada, biri 12 dyumli pokrishkada bo'ladi, lekin uncha ya'man chust qilmasdan o'tib ketsanglar bo'ladi. Va tashqi ko'rinishlariga alohida e'tibor berasizlar. Kechasi prosta hammani e'tibori sizlarda bo'ladi. Ikkita og'ayni ovoli Toshkent ko'chalarida surib yurishga nima yetsa. Va bu samokatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, diqqat bilan eshitib turinglar. Stokoviy holatdagisini $2000 ga qilib beramiz va stage 1 dagisini $2300 ga berib yuboramiz. Lekin samokatda holatlari ideal, probeglari ham unchalik ko'p emas. Ulgurib qoling, bunaqa mahluqlar, bunaqa narxga topishinglar juda qiyin.